bugun men 70 yoshdan oshgan, 75 yoshdan oshgan va 2000 yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar masalasini juda aniq tushuntirib beraman. Bu mavzu juda muhim, chunki ko'pchilik ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz o'zlariga tegishli bo'lgan pulni olmay yurishi mumkin. Sababi oddiy. Kimdir bilmaydi, kimdir so'rashga uyaladi, kimdir baribir berishmaydi deb o'ylaydi. Yana kimdir 75 va ta'min yosh bo'yicha qaysi to'lov avtomatik, qaysinisi ariza bilan bo'lishini farqlamaydi. Agar sizning oilangizda yosh katta pensioner bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi holatda qo'shimcha pul berilishi, qaysi holatda berilmasligi, qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlar kerak bo'lishi va eng ko'p uchraydigan xatolarni bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avvalo bitta muhim narsani tushunib olaylik. 2000 yoshga to'ldim. Demak, pensiyam avtomatik o'sishi kerak. Yoki 75 yoshga kirdim. Albatta alohida pul qo'shiladi. Yoki taqin yoshdan keyin hamma bir xil miqdorda qo'shimcha oladi degan gaplar har doim ham to'g'ri emas. Amaliyotda qo'shimcha to'lovlarning bir nechta turi bor. Birinchisi yoshga bog'liq ustamalar. Ikkinchisi nogironlik, parvarishga muhtojlik yoki yolg'iz yashash holatiga bog'liq qo'shimcha yordamlar. Uchinchisi mahalla, ijtimoiy himoya yoki boshqa davlat dasturlari orqali beriladigan moddiy yordamlar. To'rtinchisi kommunal to'lovlar, dori-darmon, sanatoriy, protez ortopediya vositalari kabi bilvosita imtiyozlar. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjat bilan yurardi. Pensionerning yoshi o'zgargani, oilaviy holati, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojligi haqida ma'lumot tegishli idoraga vaqtida yetib bormasa, to'lov kechikardi. Ba'zan pensionerning o'zi yoki farzandlari borib ariza yozishi, ma'lumotnoma olib ketishi, mahalladan tasdiq qildirishi kerak bo'lardi. Shu sababli ayrim odamlar yillar davomida o'zlariga tegishli bo'lgan yordamni olmay qolgan. Hozir esa elektron tizimlar ancha rivojlandi. Tug'ilgan sana, pensiya ishi, nogironlik ma'lumotlari, yashash manzili kabi axborotlar ko'p hollarda bazalarda ko'rinadi. Lekin men sizga ekspert sifatida juda muhim ogohlantirish beraman. Elektron tizim borligi hamma narsa avtomatik hal bo'ladi degani emas. Ayniqsa qo'shimcha to'lov yoshning o'ziga emas, balki parvarishga muhtojlikka, yolg'iz yashashga, nogironlik guruhiga yoki ijtimoiy ahvolga bog'liq bo'lsa, bu holatni tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun kutib o'tiraman. O'zlari qo'shib beradi degan yondashuv ko'p hollarda noto'g'ri. Endi asosiy masalaga o'tamiz. 70 yoshdan oshgan shaxslar bo'yicha eng ko'p uchraydigan savol shunday: 70 yoshga kirsam, pensiyamga alohida ustama qo'shiladimi? Bu savolga javob berishda birinchi navbatda siz qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniqlashingiz kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa turdagi to'lovlar bir xil tartibda hisoblanmaydi. Bir odamga yosh sababli ustama tegishi mumkin, boshqasiga esa faqat nogironlik yoki parvarish holati bo'lsa qo'shimcha to'lov beriladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Otaxon 70 yoshda, u yoshga doir pensiya oladi. Sog'ligi nisbatan yaxshi, farzandlari bilan yashaydi. Rasmiy nogironlik guruhi yo'q. Bunday holatda faqat 70 yoshga kirgani uchun har doim qo'lida katta qo'shimcha avtomatik qo'shiladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. U kishida boshqa asos bo'lmasa, masalan, nogironlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik yoki qonunchilikda belgilangan alohida imtiyozli maqom bo'lmasa, pensiya odatdagi indeksatsiya va qayta hisoblash tartibida davom etadi. Ikkinchi misol. Onaxon 72 yoshda, pensiyasi 1.600.000 so'm atrofida yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda, sog'lig'i yomonlashgan, o'zi doimiy parvarishga muhtoj. Bu yerda masala faqat yoshda emas. Bu yerda ijtimoiy ahvol muhim. Bunday onaxon uchun mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki pensiya bo'limi orqali qo'shimcha yordam turlari ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo buning uchun men 52 yoshdaman deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Tibbiy xulosa, mahalla dalolatnomasi, yolg'iz yashashi haqidagi ma'lumot, parvarish qiluvchi shaxs bor yo'qligi kabi holatlar tekshiriladi. 75 yoshdan oshganlar bo'yicha ham xuddi shunday. Ko'p odamlar 75 yoshni alohida chegara deb qabul qiladi. Ayrim imtiyozlar, ayrim hududiy dasturlar, ayrim ijtimoiy xizmatlar bo'yicha 75 yosh muhim mezon bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma joyda, hamma turdagi pensiya uchun bir xil qo'ydi degani emas. Men har doim tomoshabinlarga shuni aytaman. 75 yoshga to'lganingizda
yoki ota-onangiz 70 yoshga kirganda albatta pensiya miqdorini tekshiring, lekin faqat mish-mishlarga ishonib qolmang. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy himoya markaziga yoki Maytagov uz orqali tegishli xizmatlarga murojaat qiling va 71 yoshga to'lganim munosabati bilan menga qanday qo'shimcha to'lov yoki imtiyozlar tegishli deb yozma yoki elektron tarzda so'rang. Endi saqvon yosh masalasi. Dahqun yosh ko'p davlatlarda va ko'p ijtimoiy tizimlarda alohida e'tibor beriladigan yosh hisoblanadi. Chunki dahqun yoshdan keyin insonning mustaqil yurishi, dori-darmon olishi, kommunal to'lovlarni to'lashi, bank kartasidan foydalanishi, shifokorga borish qiyinlashadi. Shu sababli kasb yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar yoki parvarish bilan bog'liq yordamlar ko'proq uchraydi. Lekin bu yerda ham bitta nozik nuqta bor. Ba'zi to'lovlar pensionerning o'ziga qo'shib beriladi. Ba'zi to'lovlar esa parvarish qilayotgan shaxsga berilishi mumkin. Shuning uchun taqdim yoshdan oshdi, demak pensiyaga shuncha pul qo'shiladi deb umumiy gapirish noto'g'ri. Keling, raqamli misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik, bir otaxon taqdim yoshga to'ldi va hozir 2 million so'm pensiya oladi. Agar amaldagi tartib bo'yicha 40 yoshdan keyin muayyan yosh ustamasi yoki parvarish bilan bog'liq to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin agar bu ustama faqat arza asosida beriladigan to'lov bo'lsa, otaxonning farzandi tizim o'zi qo'shadi deb kutib yursa, 3 oy, 6 oy, hatto undan ham ko'proq vaqt yo'qotishi mumkin. Agar qoida bo'yicha to'lov murojaat qilingan kundan boshlab tayinlansa, oldingi oylar uchun pul qaytarib berilmasligi ehtimoli bor. Mana shu eng katta yo'qotishlardan biri. Yana bir misol. 80 yoshli onaxon farzandlari bilan yashaydi. Lekin u guruh nogironligi bo'yicha hujjatga ega. Bu holatda faqat yoshi emas, nogironlik guruhi ham hisobga olinadi. Ba'zan nogironlikka bog'liq ustama va yoshga bog'liq yordam bir-biriga ta'sir qiladi. Ayrim to'lovlar qo'shib beriladi. Ayrimlari esa birini tanlash tartibida bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya varaqasini yoki bank kartasiga tushayotgan summani ko'rib, nega falonchinikidan kam deb xulosa qilish noto'g'ri. Har bir pensionerning pensiya staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, nogironlik holati, imtiyozli maqomi va yashash sharoiti alohida hisoblanadi. Agar siz 70 yoki 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz va pensiya miqdoringiz oxirgi vaqtda umuman o'zgarmagan bo'lsa, albatta tekshirib ko'ring. Ayniqsa tug'ilgan kuningizdan keyin 50 oy o'tgan bo'lsa va hech qanday o'zgarish bo'lmasa, murojaat qilish kerak. Chunki tizimda tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi, pensiya ishi eski manzilda qolgan bo'lishi yoki sizga tegishli imtiyoz uchun ariza talab qilinishi mumkin. Agar sizning ota-onangiz 80 yoshdan oshgan bo'lsa, ular yolg'iz yashasa, sog'lig'i yomon bo'lsa, doimiy dori ichsa, yurishga qiynalsa, hujjat ishlari bilan shug'ullana olmasa, bunday holatda farzandlar befarq bo'lmasligi kerak. Ko'p hollarda yosh katta odamlar bolalarimni ovora qilmay, davlat idorasiga borishga uyalyapman, o'zim tushunmayman deb yordam so'ramaydi. Natijada oilaga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag' olinmay qoladi. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar pensionerning pensiyasi yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, tegishli qo'shimcha ustamalar ko'rsatilgan bo'lsa, bank kartasiga tushayotgan summa pensiya bo'limi bergan ma'lumotnoma bilan mos bo'lsa, hujjatlarda tug'ilgan sana to'g'ri bo'lsa, unda har oy idoraga yurish shart emas. Lekin yiliga kamida bir marta pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha tekshiruv qilish foydali. Chunki qonunchilik, bazaviy miqdorlar, indeksatsiya va ijtimoiy dasturlar o'zgarib turadi. Birinchi nozik gap, qo'shimcha to'lovlarning hammasi ham avtomatik emas. Ayrimlari avtomatik, ayrimlari ariza bilan. Agar to'lov ariza bilan tayinlanadigan bo'lsa, men bilmagan edim degan sabab har doim ham oldingi oylar uchun pulni qaytarib olishga asos bo'lmaydi. Shuning uchun har qanday yangi yosh bosqichi, masalan, 75 yoshga to'lish, nogironlik guruhi belgilanishi, yolg'iz qolish, turmush o'rtog'i vafot etishi kabi holatlarni darhol tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash joyi. Pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda yoki boshqa viloyatda yashashi mumkin. Bunday holatda hujjatlar chalkashadi. Mahalla bizda yashamaydi deyishi mumkin. Ijtimoiy xizmat ro'yxati boshqa joyda deyishi mumkin. Agar ota-onangiz boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, ularning yashash manzili, mahalla bilan aloqasi, tibbiy poliklinikasi va pensiya hujjatlari tartibda ekanini tekshiring.
Uchinchi nozik jihat parvarish qiluvchi shaxs masalasi. Takkamli yoshdan oshgan yoki doimiy parvarishga muhtoj pensionerga qarovchi sifatida kimdir biriktirilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin qarovchi shaxsning o'zi rasmiy ishlaydimi, pensiya oladimi, boshqa nafaqa oladimi, talaba yoki ishsizmi? Bular muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi tartiblarda parvarish to'lovi faqat mehnatga layoqatli, lekin ishlamayotgan shaxsga berilishi mumkin. Shuning uchun kelin qarayapti, qizi qarayapti. Qo'shni qarayapti degan gapning o'zi yetmaydi. Rasmiy talablar bor. 4-nozik jihat nogironlik va yosh ustamalari bir-biriga aralashib ketadi. Masalan, bir pensioner 76 yoshda va 2 guruh nogironligi bor. Boshqasi laqim 2 yoshda. Nogironlik guruhi yo'q. Ularning pensiya miqdori bir xil bo'lmasligi tabiiy. Ba'zan odamlar qo'shnisining pensiyasini eshitib, nega meniki kam deb xafa bo'ladi. Aslida qo'shnining ish staji ko'proq bo'lishi, ish haqi yuqori bo'lgan davrlari hisobga olingan bo'lishi, nogironlik ustamasi yoki alohida imtiyozi bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat bank kartasi va naqd pul. Ba'zi pensionerlar kartaga tushgan pulni farzandlari orqali oladi va aniq qancha pensiya tushganini bilmaydi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pensioner men 20 million 500 ming olaman deydi. Lekin kartaga 20 million 740 ming tushayotgan bo'ladi. Farzand yoki qarindosh yomon niyatda bo'lmasligi ham mumkin. Shunchaki pensioner bilmaydi. Shuning uchun SMS xabarnoma, bank ilovasi yoki bankdan chiqarma olish orqali real tushumlarni tekshirib turing. 6-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zan pensionerga qo'shimcha to'lov qo'shilgan bo'ladi, lekin aliment, kredit, sud qarori ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa ushlab qolish sababli qo'lga tegadigan summa ko'p o'zgarmaydi. Shunda odam menga hech narsa qo'shilmadi deb o'ylaydi. Pensiya jamg'armasidan yoki bankdan batafsil ma'lumotnoma olib, yalpi pensiya qancha, qo'shimcha qancha, ushlab qolish qancha ekanini alohida ko'rish kerak. Endi eng muhim qism, siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy ro'yxat shaklida tushuntiraman, lekin siz buni real hayotda albatta bajaring. Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilgan sana, JSSHIR, yashash manzili, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Tug'ilgan sana biror hujjatda xato yozilgan bo'lsa, yosh bo'yicha qo'shimcha to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi qadam, hozirgi pensiya miqdorini aniqlang. Faqat taxminan shuncha tushadi demang. Bank kartasiga oxirgi 3-6 oyda qancha pul tushganini tekshiring. Bankdan ko'chirma oling yoki SMS xabarlarini ko'ring. Pensiya jamg'armasidan pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma so'rang. Unda asosiy pensiya, ustamalar va ushlab qolishlar alohida ko'rsatilsa yanada yaxshi. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing, men falon yilda tug'ilganman. Hozir 75 yoki tayvin yoshdan oshganman. Yoshim, sog'lig'im, yashash sharoitim va pensiya turim bo'yicha menga qanday qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar tegishli ekanini aniqlab berishingizni so'rayman. Og'zaki so'rash mumkin, lekin yozma yoki elektron murojaat yaxshiroq. Chunki javob rasmiy bo'ladi. 4-qadam, agar pensioner yolg'iz yashasa yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, mahallaga va ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Mahalla dalolatnomasi, yashash sharoiti o'rganilishi, tibbiy xulosa, parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bu holatda faqat pensiya bo'limi emas, ijtimoiy xizmatlar ham muhim rol o'ynaydi. 5-qadam, tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Agar yoshi katta inson yurishga qiynalsa, o'ziga xizmat qila olmasa, surunkali kasalliklari bo'lsa, poliklinikaga murojaat qilib, shifokor ko'rigidan o'tkazing. Nogironlik belgilanishi kerak bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy tartib bo'yicha yo'llanma masalasini aniqlang. Chunki ko'p qo'shimcha to'lovlar og'zaki kasal degan gapga emas, rasmiy tibbiy xulosaga bog'liq bo'ladi. 6-qadam, MyPopGov. Uz va boshqa elektron xizmatlardan foydalaning. Agar farzandlar internetdan foydalana olsa, pensioner nomidan qonuniy tartibda elektron murojaat yuborish, ma'lumotnoma olish, navbatga yozilish mumkin. Bu yoshi katta odamni idora olib yurmaslik uchun juda qulay. Lekin elektron murojaatda savolni umumiy yozmang. Qo'shimcha pul bormi deb emas, 75 yoki tagaman yoshga to'lganim munosabati bilan pensiya ustamalari. Parvarish to'lovi, yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy yordam va boshqa imtiyozlar bo'yicha tekshiruv o'tkazib, yozma javob berishingizni so'rayman deb yozing.
Yettinchi qadam, rad javob bo'lsa, sababini so'rang. Ba'zan idora sizga tegishli emas deydi. Bu javob yetarli emas. Nima uchun tegishli emas? Qaysi qonun yoki tartibga asosan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi shart bajarilmagan? Agar yozma javobda sabab ko'rsatilsa, siz keyingi qadamni tushunasiz. Balki hujjat yetishmayotgandir. Balki pensionerning ma'lumotlari bazada noto'g'ridir. Balki boshqa to'lov turiga murojaat qilish kerakdir. 8-qadam har yili qayta tekshiring. Ittimni yoshda bir marta tekshirib, keyin butunlay unutib yubormang. Ittim 5 yoshga yetganda yana tekshiring. Sangi yoshga yetganda albatta qayta tekshiring. Agar sog'lik yomonlashsa, turmush o'rtog'i vafot etsa, yolg'iz qolsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, yashash joyi o'zgarsa, darhol qayta murojaat qiling. Chunki qo'shimcha to'lovlar faqat yoshga emas, hayotiy holatga ham bog'liq. Demak, 75 va aqim yosh uchun qo'shimcha to'lovlar masalasida eng asosiy qoida shuki, faqat yoshning o'zi har doim ham yetarli asos bo'lavermaydi. Pensiya turi, nogironlik holati, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, manzil, hujjatlar va ariza topshirilgan sana juda katta ahamiyatga ega. Eng katta xato mish-mishlarga ishonish yoki o'zlari bilib qo'shib beradi deb kutib o'tirish. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tekshirish, pensiya miqdorini aniqlash. Pensiya jamg'armasi va ijtimoiy himoya organlariga rasmiy murojaat qilish. Agar sizning oilangizda 75 yoki 80 yoshdan oshgan inson bo'lsa, bugunoq ularning pensiya tushumlarini va hujjatlarini tekshiring. Balki ularga qo'shimcha to'lov, parvarish yordami yoki boshqa imtiyoz tegishlidir. Izohlarda yozing, sizning hududingizda 75 yoki 80 yoshdagilar uchun qanday to'lovlar va imtiyozlar borligini eshitgansiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling.